Tilla baliqdan emas, o'zidan so'raverish kerak. Bir endi mashhur san'atchi odam, mashhur juda ham san'atchi odam, qarasa gaz zapravkada yurar ekan, gaz zapravka qilar ekan. Boshida gaz qolmagan, xizmatga borish kerak, sal uzoqroq joy va'da qilib qo'ygan. Gaz zapravkaga borsa, tumonat odam, mashinalar ko'p. Sho'rli bir chekkada turib, nima deydi? O'tkazib yuboringlar deyishga beti chidamagan. Bir chekkada turib Xudoyisiga tushib, "Ey Xudo, ancha bo'ldi senga murojaat qilmaganimga. Ora-chorada Xudo payz berdi deb kirib ketaveramiz, unaqa jiddiy so'ramagan edim, Xudojon. Bilaman, gunohlarim ko'p. Bu narsada ichaman, bir narsada chekib yuboraman. Keyin raqqosa qizlarni kuzatib qo'yishni yaxshi ko'raman uyiga. Mani kechirgin, men tavba qilaman. O'zing rozi bo'ladigan bandang bo'laman." Shu payt zapravkachi tanib qopti. "Hey, palonchi san'atchi-yu, akamiz o'tkazib yuboringlar. O'ting aka. Shoshmanglar. El yurt xizmatiga ketayotgan bo'lsa, siz bilan bizni to'yimizga boradilar, Xudo xolasa. Keling aka, navbatsiz o'tiring, keling saliga." Xudo bo'ldi, o'zim tanish topdim. Rahmat.